Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlarga onkologiya fanini o'qitishda iOncology web texnologiyasini ishlatilishi va qo'llanilishi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. iOncology web texnologiyasining ko'rinishi quyidagicha bo'lib, bu o'z ichida bir vaqtning o'zida rus, o'zbek va ingliz tillari hamda lotin yozuvida foydalanish imkoniyatini bizga beradi. Ushbu web texnologiyadan foydalanish uchun bizga quyidagi narsalar kerak bo'ladi. Informatsiyani tarqatish va server bilan bog'lash uchun Wi-Fi router hamda talabalar tomonidan olib kelingan o'zlarining shaxsiy notebook, kompyuter, Android yoki smartfon qo'l telefonlari hamda planshetlari bilan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Tinglovchilarning qurilmalarida quyidagi narsalar talab etiladi. Bu ekranda ko'rinib turgan Internet Explorer, Chrome, Mozilla yoki boshqa xohlagan web brauzerlarning mavjud bo'lishligi va qurilmalari orqali Wi-Fi orqali aloqaga chiqishlari talab qilinadi. Tinglovchilar ulanishlari uchun ushbu veb-sayt sahifasiga kirishlari kerak. Wi-Fi orqali server kompyuterga ulangan holatda va mana bu tugmani bosgan holatda o'qituvchi tomonidan aytilingan login va parollar kirgiziladi. Login va parollar kirgizilgandan keyin tinglovchi bevosita tizimga ulanadi. Talabalar darsdan foydalanishlari uchun tegishli darsni tanlaydilar. Darsni tanlaganlarida darsga doir bo'lgan barcha ma'lumotlar chiqadi. Uni o'qib o'zlashtiradi. O'zlashtirib bo'lganlaridan keyin pastki qismida mavzuga oid turli xil multimedialar hamda videoroliklar yuklangan. Ularni ham o'rganishlari mumkin bo'ladi. Darsni o'rganib tugatib bo'lgandan keyin savollar panelida yozilganda talabaga bitta mavzuga oid savol beriladi va shu savolga o'z javobini talaba qoldiradi. Ziddiyatli masala ham xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Test tugmachasini bosganda esa mavzuga oid bo'lgan 20 ta test savollari beriladi va har bitta test savollariga esa 2 minutdan vaqt beriladi. Talabalar to'g'ri javobni belgilab, keyingisini yozganda keyingi savollarga o'tiladi. Ko'p javoblida bir nechta javobni belgilash imkoniyati bo'ladi. Test savollari yakuniga yetgandan keyin talabani to'plagan bahosi, to'g'ri topgan hamda noto'g'ri topganlari hammasi chiqadi. Mana ko'rinib turibdi, talaba 40 ball to'plabdi, 7 ta to'g'ri topdi, noto'g'risi 13. Mana bu yerda qizil bilan bo'yalganlar xato hisoblanib, ballar bilan ko'rsatilgan esa to'g'ri yechilgan javoblar hisoblanadi. Pedagog talabalarning test natijasini ko'rish uchun test natijalari degan tugmacha bosiladi. Bunda har bitta talaba qachon, qaysi vaqtda boshlab va qachon tugatganligi haqidagi ma'lumotlar va to'plagan ballari haqidagi ma'lumotlarga erishadi. Bundan tashqari, ushbu web texnologiyamizda adabiyotlar degan papka bo'lib, bu papkaning ichida fanga oid bo'lgan barcha adabiyotlar elektron tarzda hamda Word formatda va boshqa turli xil mavzuga oid bo'lgan maqola, tezislar keltirilgan. Ushbu web texnologiyani Andijon davlat tibbiyot instituti onkologiya va tibbiy radiologiya kafedrasining xodimlari hamda dasturiy ta'minotchi Matkarimov Sherallar tomonidan yaratilgan. Administrator orqali kirilganda esa muallif, adabiyotlar, kurslar, talabalar, darslar, test savollari va test natijalari haqida ma'lumotlar o'z ichiga olgan bo'ladi. Test natijalariga kirganimizda hamma test natijalari bu yerga kirgizilgan bo'ladi. Bu yerda filtr o'rnatilgan bo'lib, faqat ma'lum bir shaxsni yoki mavzuga doir yechganlarni yoki bahoga nisbatan, boshlangan vaqtiga nisbatan yoki tugatgan vaqtiga nisbatan filtrlar bemalol ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Test savollariga keladigan bo'lsak, pedagog tomonidan kirgizilgan savollarni banki mavjud bo'lib, bu yerda mavzuga doir test savollarini pedagog kirgizib qo'yadi. Agarda o'zgarishlar kirgizib testlar savolini ko'paytirmoqchi bo'lsa, tugmasini ezish bilan test savollarini qo'shib, uning qaysi mavzuga yoki bobga tegishliligini ko'rsatib, hamda darajalarini qo'yib, javoblarini ko'rsatib, o'zgartirish kirgizishi mumkin bo'ladi. Adabiyotlar bo'yicha xuddi shunaqa. Adabiyotlar bo'yicha yana yangi kitoblar qo'shish mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qolgan ma'lumotlarni keyingi videoroliklarımizda qoldiramiz.